Assalomu alaykum sizlar ba'zan obunachilari. Bizga juda ko'pchilik akalarimizdan, ya'ni uyini izolyatsiya qilgan akalarimizdan savollar kelyapti. Uyimni izolyatsiya qildim, lekin devorlarim muzlab, shu uyim isimayapti deb savollar kelyapti. Keyin mog'orlab ham ketyapti degan savollar ham keldi. Qanaqa mahsulotlar bor yoki nima qilay, qanaqa tavsiya berasiz deyishdi. Shunga biz Izospan, ya'ni paraizolyatsiya mahsulotini tavsiya qilib qolamiz. Hozir buni sizlar bilan obzorni ko'ramiz. Qani ketdi endi. Bizda omborda A'si bor, B'si bor va D'si bor. Hop. Hop. Ularni ko'rsatib o'taman. A'sini ham 3 xili bor. A2, mana shunday qorasi ham bor. Hop. Bularni farqi ishlatilinishida, narxida va sifatida bo'ladi. Bularni A'da asosan uyda devorda ichki qismidan ishlatilinadi. Hop, ishlatilinishda ham to'g'ri ishlatilishi kerak. Ya'ni buni ochganda silla tomoni va g'adir-budir tomoni bo'ladi. Silla tomoni izolyatsiya tomoniga ishlatilinadi, g'adir-budir tomoni uy tomonga qaratilinadi. Shunda to'g'ri ishlatilingan bo'ladi. Buni asosiy vazifasi, hop, masalan, uyda ovqat qilayotgan bo'lsa yoki boshqa narsa bug' chiqadi-yu suv. Ashini o'ziga shimib oladi bu, o'tkazmaydi. Ya'ni bu tomonda ko'rsatib qo'ysak, stiklovata mahsulotlarni o'rnatgan bo'lsanglar yoki bazalt mahsulotlarini bazalt mahsulotiga masalan izolyatsiyaga suv tegsa bo'ldi-da, u suv tegadigan bo'lsa o'z xususiyatini yo'qotadi. Bu izolyatsiya ashini ustida himoya bo'ladi. Ya'ni izolyatsiyani himoya qilib turadi. B'sini gapirib o'tib ketaman. B'si devor tashqi fasadidan ishlatilinadi. Bu ham xuddi shu vazifani bajaradi. Polga ham tomga ham ishlatsa bo'laveradi. Keyin D'si bor uni. Hop, D'sini hatto beton tagidan ham ishlatsanglar bo'laveradi. Betonni tagidan deganim sababi chunki masalan har xil maysalar ketib qoladi. Shularni o'rnini ham bosadi. Ya'ni eng anaqasi kuchlisi D'si bo'ladi, eng sifatlisi, ancha-munchaga yiritilmaydigani, hatto quyoshda ham bemalol tomonida ham ishlatsanglar bo'laveradi. Yozda, qishda. Hop, bularning endi asosiy narsasi narxida, hop, eng arzoni $15 dan boshlanadi. $15, 20, 25 bo'lib turib ketaveradi. Eng qimmati aytib o'tganimdek D'si bo'ladi, eng sifatlisi. Unisi $45 dan. Bu izospanlarni bemalol bazamizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Bularni asosan shu bazalt, stiklovata mahsulotlari bilan qo'shib olsanglar, uylar yana ham mo'shli bo'ladi. Mog'orlab ham ketmaydi, mog'orlashga ham qarshi. Bemalol bazamizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski mazot ichida. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib kelsanglar, lokatsiya ham tashlab beramiz yoki aloqaga chiqsanglar, masalan, A2 ni aniq narxi yoki A3 aniq narxini bilib beringlar desanglar ham telefonda aytib beraveramiz. Hozir $15 dan $45 gacha narxlari.